Assalomu alaykum, hurmatli Palma savdo mijozlari. Narxni sindirish bo'lsa, mana biz sindirib beramiz sizga. Uyda o'ylab yotib, 500 ming so'mga nima olsam bo'ladi ekan deb o'ylab yotgan bo'lsangiz, bizda ajoyib turda bo'lgan go'sht qiymalagichimiz, Rossiyaning Pikay brendiga tegishli original go'sht maydalagichlarimiz. Bemalol kelib xarid qilishlaringiz ham mumkin. Narxi ataga 490 ming so'm. Xuddi shu narxga yana nima olsam bo'ladi ekan deb o'ylab o'tirgan bo'lsangiz, bizning savdo markazimizdan yana xuddi shu 490 ming so'mga Germaniyaning Yuakan brendiga tegishli bo'lgan elektr qozonlarimiz. Xalq tiliga aytganda, buni ichi keramikali bo'lib, ichida ya'ni ovqatlarning tagiga olib qolmaydi. Xalq tilida aytganda, tagiga olib qolmaydi. Bemalol kelib xarid qilishlaring mumkin. Endi esa 3-mahsulotimiz. Bu mahsulotimiz ham xuddi shu narxda, ya'ni 490 ming so'm. Ajoyib bo'lgan Aisha brendiga tegishli sokvijimalkamiz. Sokvijimalkamiz 3 xil tezlik rejimi mavjud bo'lib, 3 xil tezlikda ishlaydi. Xohlagan rejimingizga qo'yib ishlatishingiz ham mumkin. Agarda siz savdo markazimizga tashrif buyurib, bu uchala mahsulotni ham olsangiz, sizga bor yo'g'i 1 million 350 ming so'mga tushadi. Bizning Palma savdo markazimizga tashrif buyuring hamda ushbu mahsulotlarimizni xarid qiling. Bundan ham ko'proq chegirmaga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Instagram va Telegram sahifamizga obuna bo'lib kelishni unutmang. Biz bilan birga qoling.